220 shitdan oldik. Devori ichidan asbestdan shvellardan chiqazib devorni teshib shitga o'tkazdik. Bitta motorga sim olib motorga berdik. Shitdan yana bitta motorga sim olib shvellardan olib o'tdik. Shvellar ichida bu yoq ham shvellar ichidan kelib GP perexod bilan motorga kirdi. Yana bitta motorga sim shitdan sim oldik lampaga. Bitta lampani simini shoh qo'yib yubordik. Trevojniy lampaga. Hop, mana bu akkumulyator. Hozir tiqmadik, sababi 220 ulanmagan. 220 sini временный удаленчilga ulab turamiz. Shundoq qoldiramiz edi. Mabodo yoqib tekshirib o'rasizlar. Bunda plus minus. Mana bu yerda ham plus minus yozilgan. Plus minus. Teskarisiga tiqib qo'ymanglar. Tiqsanglar mana shu положениyalar zashokasi chiqadi kiradi akkumulyator. Remotli bitgandan keyin akkumulyatorga ishlatsa bo'ladi.